Hammaga assalomu alaykum aziz muxlislarim. Demak, men bir murojaat bilan chiqyapman. Bugungi kunda juda ham ko'p firibgarlar ko'payib ketgan. Demak, moshenniklar sizni aldab ketib, yana sizni ustingizdan yozib, yana olib borib kelishyapti. Shu uchun iltimos, ogoh bo'ling, ehtiyot bo'ling. Kimga pul beryapsiz, kim bilan ish qilayotganingizni o'ylab etadi-ku, meni uydilarim doim aytishadi. 10 marta qanaqa deydi, o'lchab bir marta kes. Shunaqa narsada 10 martalab o'ylab, undan keyin qanaqadir qaror qilinglar. O'ylinglar, kimga pul berayotganingiz. Va juda ham ko'p qo'ng'iroqlar kelyapti qanaqadir firibgarlardan, pul olishyapti odamlardan. Ko'p odamlar bugun yoshlarimiz ayniqsa juda ham ko'p har xil o'yinlar o'ynayapti internetdan. Shu bilan qarzlarga botib o'zini o'ldiryapti, har xil suitsidlar bo'lyapti. Ehtiyot bo'linglar do'stlar. Bizani o'zbek xalqimiz juda ham sodda xalqda va ishonib ketaveradi. Aka, ata, bratan, ukajonim, radnoyim, yaqinim, nima deysiz, ishadi. Meni nechtasi olib borib kelishdi. Mendan nechtasi qarz olib, shu bilan yo'q. Хочешь потерять своего друга, займи ему денег. Это 100%. Друзья, пожалуйста, будьте осторожны. У нас очень много стало мошенников по городу. Все берут взаймы, все друг друга кидают, все друг друга обманывают. Пожалуйста, особенно нашей молодежи. Нужно быть осторожным. Прошу вас, умоляю, никому не давайте денег, никому, кто бы вас не просил, что бы ни было, как бы ни было. Не играйте во все эти игры в соцсетях, это ужас просто. В конце концов, просто дети заканчивают самоубийством, потому что не знают, как закрыть свои долги. Я вас прошу. Mana hozir 2 kundan keyin beraverman. Mana hozir 1 haftadan keyin beraverman. Mana hozir 1 oydan keyin beraverman. Shu bilan yo'q o'sha odam. Qanaqa qilib bunaqa vijdon bormi? O'zi uyat bormi? Telefonlar qilib, babushkalarimizga, dedushkalarimizga, pensionerlarga telefon qilib, oxirgi pensiyasini olib qo'yishadi. Ertaga Alloh yonida qanaqa qilib javob berasizlar? Ey, oxiratni o'ylash kerak-ku. Nima bu dunyoni faqat o'ylaysizlar? Nimaga? Bu dunyo bu bir zum. U dunyoni-chi, kim o'ylaydi u dunyoni? Ertaga qanaqa qilib javob berasizlar? Savol-javob bo'ladi-ku. Bilmayman. Qanaqa miya bilan odamlar shunaqa narsa qiladi. Oqibat yo'qolib ketyapti do'stlar. Do'stlar, alohida kattakon rahmat demoqchiman ichki ishlar xodimlariga. Kiber jinoyatlar ochilyapti, tutilyapti va albatta jazolanyapti. Shuni bilib qo'yinglar. Hech narsa просто так qo'lingizdan o'tib ketmaydi. Shuning uchun kidать qilishdan oldin albatta o'ylab ko'ringlar, nima bo'lar ekan, последствия, какие будут последствия перед тем, как кидать кого-то, что-то нехорошее и неправильно против закона делать. Здесь есть у нас люди, служащие, которые обязательно вас за это накажут. Спасибо еще раз. Ichki ishlar xodimlariga katta